Shayton kimga shunday vasvasa olib kelsa, shayton vasvasasidan panoh so'rab Allohga yuzlansin. Birodarlar, e'tibor beringlar. Islom dini har qanday vasvasalarga, o'ta xatarli vasvasalarga ham javob bergan. Shayton doim odamlarni vasvasa qilib, turli shubhalar solishga harakat qiladi. Tasavvur qilish imkonsiz bo'lgan narsalar haqida savol so'rash aqlga butunlay zid, mantiqsiz, ahmoqona savollardir. Vasvasaga uchragan inson to'xtasin. Ya'ni bu mavzuda xayol surmasin. Shu zahoti xayol qilishni to'xtatsin. Insonning barcha qobiliyatlari chegaralangan. Misol uchun, inson ko'rish qudrati 500 metrga yetishi mumkin. Uzoqdagi narsalarni inson ko'rmaydi. Ya'ni insonning ko'rish qudrati chegaralangan. G'ayb masalasida Qur'on va hadisga iymon keltiring. Shayton olib keladigan vasvasalardan to'xtang. Bunda fikringizga erk bermang. Chunki sizning aqlingiz chegaralangan. Shaytonning vasvasasini yomon ko'rib, undan nafratlanishining o'zi yaxshilik alomatidir. Yettinchi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Shayton sizlardan birortangizni vasvasa qilib deydi. Uni kim yaratgan? Uni kim yaratgan? Oxiri Robbingni kim yaratgan deydi. Shayton kimga shunday vasvasa olib kelsa, shayton vasvasasidan panoh so'rab Allohga yuzlansin. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bunday mavzular hozirgi zamonda juda kerak. Chunki yoshlar har tomondan botil fikrlarni eshityapti. Albatta biz bu botil fikrlarni haqiqatdan butunlay yiroq ekanini, aqlga ham, hisga ham butunlay qarama-qarshi ekanini bayon qilib turishimiz kerak. Shaytonlar tarqatadigan inson qiyofasidagi shaytonlar bo'lsin, jin shaytonlari bo'lsin, ular targ'ibot qilinadigan har qanday ateistik fikrlarni botil ekanini bayon qilish juda oson. Qadimgi fikrlar bo'lsin, hozirgi aytilayotgan fikrlar bo'lsin, har qanday botil fikrlarni oddiy musulmon ham inkor qila oladi. Ana shunday botil fikrlardan biri shayton insonni vasvasa qilib, buni kim yaratgan? Uni kim yaratgan deydi. Oxiri Robbingni kim yaratgan deb vasvasa qiladi. Shayton kimga shunday vasvasa olib kelsa, Allohdan panoh so'rab, shayton vasvasasidan saqlanmoqi kerak. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Boshqa hadisda odamlar sizlardan turli narsalar haqida so'rashadi. Oxiri bizlarni Alloh yaratgan, Allohni kim yaratdi deb aytishga boradilar. Muslim rivoyat qilgan. Boshqa bir rivoyatda shayton ba'zilaringizga savol qilib, osmonni kim yaratgan deydi. U Alloh deb javob beradi. Yerni kim yaratgan? Alloh. So'ngra Allohni kim yaratgan deb vasvasa qiladi. Kimga shunday vasvasa kelsa, shu zahoti to'xtab, Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirdim deb aytsin. Bu hadisni Imom Ahmad va Muslim rivoyat qilganlar. Birodarlar, e'tibor beringlar. Islom dini har qanday vasvasalarga, o'ta xatarli vasvasalarga ham javob bergan. Agar shaytonning katta vasvasalarga duchor bo'lgan odamdan sendagi eng yomon vasvasa nima deb so'rasangiz, yuqoridagi hadisda zikr qilingan vasvasani aytadi. Bu vasvasani daf qilish juda oson. Yuqoridagi hadisga amal qiling. Bo'ldi, qalbingiz xotirjam bo'ladi. Chunki shaytonning bu vasvasasi ham, uni daf qiluvchi amal ham hadisda aytilgan. Xatarli deb katta vahima qilinadigan bu vasvasalar aslida juda e'tiborsiz, puch yong'oqdek arzimas. Faqat shariatga quloq tutish lozim. Ana shunda bu vasvasalar parchalanib, yo'q bo'lib ketadi. Shaytonning bunday vasvasalari qadimda ham bo'lgan. Bu hozir paydo bo'lgan vasvasa emas. Shuning uchun bunday vasvasalarning daf qilish yo'llari hadislarda aytilgan. Shayton doim odamlarni vasvasa qilib, turli shubhalar solishga harakat qiladi. Odamlar shubhalarga taslim bo'lib, kofir bo'lishlarini xohlaydi. Shaytonning bundan boshqa maqsadi yo'q. Shaytonning tuzog'iga tushgan mulhid ateistlar har zamonda turli shaytoniy savollarni o'ylab topadilar. Masalan, Alloh o'ziga o'xshagan iloh yarata oladimi deb shubha solmoqchi bo'ladilar. Unga aytiladi: "Bu savoling mantiqsiz. Odamlarni chalg'itish uchun aytilgan safsata. Chunki yaralgan narsa qanday qilib iloh bo'ladi? Sen avval to'g'ri savol berishni o'rgan. Biz javob beraylik." Alloh taolo azaliy, abadiy zot. Allohdan boshqa barcha narsalar avvali yo'q bo'lib, keyin Alloh tomonidan yaratilgan. Alloh biror narsa yaratadigan bo'lsa, albatta uning boshlang'ich nuqtasi bo'ladi. Bunday narsa iloh bo'lishga loyiq emas. Ya'ni avval yo'q bo'lib,
keyin paydo bo'lgan narsalarning iloh bo'lishi aqlga butunlay zid. Buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Qanday qilib tasavvur qilish imkonsiz bo'lgan narsa haqida savol so'raysan? Tasavvur qilish imkonsiz bo'lgan narsalar haqida savol so'rash aqlga butunlay zid, mantiqsiz, ahmoqona savollardir. Savol noto'g'ri bo'lsa, unga qanday javob beriladi? Alloh taolo azaliy, abadiy zot. Undan oldin biror narsa bo'lmagan. Alloh barcha narsalarni yaratgan. Uni hech kim yaratmagan. Alloh tug'magan, tug'ilmagan. Qanday qilib Allohdan boshqa iloh bor bo'lishi mumkin? Demak, bunday savollar odamlarni dovdiratish uchun shaytonlar tomonidan bo'ladigan vasvasalardir. Xuddi shunday, Allohni kim yaratgan degan shayton vasvasasi ham ana shunday safsatalardan. Xottobiy rahimahulloh aytadilar: azaliy, abadiy bo'lgan barcha narsani yaratuvchi zotni boshqa birov yaratishi mumkinmi? Bu aqlga butunlay zid, tasavvur qilib bo'lmaydigan savol. Bunday savollarga e'tibor qilishning o'zi o'rinsiz. Mabodo bu savolga e'tibor qilmoqchi bo'lsangiz ham, bu savol aslida to'xtovsiz davom etaveradi. To'xtovsiz davom etadigan har qanday savol mantiqsiz savollar jumlasidandir. Ya'ni Xoliqni kim yaratdi? Uni yaratganni kim yaratdi? Undan oldingisini. Ana shunday to'xtamay davom etadi. Bunday savollar aqlga zid, ahmoqona savol hisoblanadi. Alloh taolo azaliy, abadiy zot. Azaliy, abadiy bo'lgan zotning yaratilgan bo'lishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Avval yo'q bo'lib, keyin paydo bo'lgan narsalar yaratilgan bo'ladi. Yaratuvchi bo'lgan zot o'z nomi bilan yaratuvchidir. Barcha mavjudotlar yaratuvchiga muhtoj. Yaratuvchi esa barchadan behojat, azaliy, abadiy zotdir. Demak, bunday savollarni hammasi safsata, aqlga butunlay zid, tasavvur qilib bo'lmaydigan, ma'nosiz shayton vasvasalaridir. Agar bir inson shunday vasvasalarga uchragan bo'lsa, nima qilish kerak? Yuqorida zikr qilingan hadislarda 3 ta narsa bayon qilindi. Birinchi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytibdilar: vasvasaga uchragan inson to'xtasin. Ya'ni bu mavzuda xayol surmasin. Shu zahoti xayol qilishni to'xtatsin. Ikkinchi, shayton vasvasasidan panoh so'rab Allohga iltijo qilsin. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytsin. Uchinchi, Allohga va rasullarga iymon keltirdim deb aytsin. Insonga turli vasvasalar bo'lsa, hadisda aytilgan shu 3 ta ishni qilish kerak. Vasvasa bo'layotgan fikrni to'xtatish kerak. Keyin shayton yomonligidan Allohdan panoh so'rash kerak. Va Allohga va rasullarga iymon keltirdim deb aytish kerak. Nima uchun yomon fikrlardan to'xtash kerak? Chunki har bir inson biladi, uning aqli chegaralangan. Inson barcha narsalarni idrok qilishdan ojiz. Insonning barcha qobiliyatlari chegaralangan. Misol uchun, inson ko'rish qudrati 500 metrga yetishi mumkin. Uzoqdagi narsalarni inson ko'rmaydi. Ya'ni insonning ko'rish qudrati chegaralangan. Insonning eshitish qobiliyati ham chegaralangan. Uzoqdagi ovozlarni eshitmaydi. Xuddi shunday, inson aqli ham chegaralangan. Barcha narsani idrok qila olmaydi. Ya'ni inson aqli dunyodagi ko'p narsalarni idrok qiladi, lekin g'aybdagi narsalarni to'liq idrok qilishdan inson ojiz. Balki g'ayb bo'lmagan qancha narsalar bor, inson uni idrok qila olmaydi. Chuqur dengiz ostidagi jonzotlar yoki olis masofadagi yulduzlar, ular nimadan tarkib topgan? Ularning moddasi nima? Inson bularni idrok qila olmaydi. Inson idrok qila olmaydigan narsalar hisobsiz. Hatto inson o'zidagi ruhni nima ekanini ham idrok qila olmaydi. Shuning uchun g'ayb haqidagi xabarlarda Allohning vahiysiga va faqat rost so'zlaguvchi payg'ambarning xabarlariga ishonib iymon keltiramiz. Mana shu bizlar uchun yetarlidir. Demak, g'ayb masalasida Qur'on va hadisga iymon keltiring. Shayton olib keladigan vasvasalardan to'xtang. Bunda fikringizga erk bermang. Chunki sizning aqlingiz chegaralangan. Xuddi ko'rishni, eshitishni chegarasi bo'lganidek. Insonlarning dunyodagi ko'rish quvvati juda zaif. Shuning uchun jannat ahlining ko'rish quvvatini Alloh taolo kuchli qilib qo'yadi. Ana shundan keyin mu'minlar jannatda Allohni ko'radilar. Demak, inson idrok qila olmaydigan narsalar haqida fikr qilishdan tiyilishi lozim. Va aqlini, fikrini idrok qila oladigan manfaatli mavzularga ishlatish kerak. Oyat hadislarning ma'nolarini fahmlash, fiqhiy masalalarni tushunish, payg'ambarimiz siyratlarini o'rganish, tarixdagi ibratli qissalarni tahlil qilib tushunish, mana shunday foydali mavzularda fikr yuritish kerak. Yoki kompyuter dasturlash, elektron dizayn, arxitektura, shunga o'xshash dunyoda manfaati bo'ladigan ishlar bilan mashg'ul bo'lish kerak. Inson o'zi idrok qila olmaydigan mavzulardan to'xtash kerak. Alloh taolo bizlarga Musa alayhisalom qissalarini hikoya qilib bergan. Musa dedi: "Robbim, menga o'zingni ko'rsatgin, senga bir qaray." Alloh Musoga dedi:
sen bu dunyoda meni hargiz ko'ra olmaysan, ammo mana bu toqqa boq, men unga ko'rinurman. Agar u men ko'ringanimda joydan siljimay tura olsa, sen ham meni ko'ra olishing mumkin. Alloh toqqa ko'ringan vaqtda uni mayda-mayda qilib tashladi va bu holni ko'rgan Musa hushidan ketib yiqildi. Agar Alloh taolo Musa alayhissalomga ko'ringanida, Musa alayhissalom shu zahoti vafot etgan bo'lardilar. Chunki Alloh taolo tog'larga ko'ringan vaqtda buyuk tog'lar parchalanib ketgan bo'lsa, Musa alayhissalom qanday tirik qoladilar? Oyatning davomida Alloh taolo aytibdi: Musa hushdan ketib yiqildi. O'ziga kelgandan keyin: "Ey Robbim, sen buyuk, barcha ayb va nuqsondan pok zotsan. Men noo'rin savol so'raganimdan tavba qildim va men iymon keltiruvchilarning peshqadamiman." Demak, inson shayton vasvasa qiladigan yomon fikrlardan to'xtaydi va shaytonning yomonligidan Allohdan panoh so'raydi. Kim Allohdan chinakam panoh so'rasa, albatta Alloh uni shayton vasvasalaridan saqlaydi. Har safar insonga biror vasvasa kelsa, shu zahoti Allohdan panoh so'rash lozim. Chunki shayton vasvasa qilishdan to'xtamaydi. Ba'zida juda yomon vasvasalarni keltiradi. Sen o'zi mo'minmisan? Iymon keltirganmisan? Ana shunday yomon vasvasalar qiladi. Mo'min kishi bu vasvasalarni yomon ko'rib, Allohdan panoh so'raydi. Shaytonning vasvasasini yomon ko'rib, undan nafratlanishining o'zi yaxshilik alomatidir. Chunki bunday vasvasalar sahobalarda ham bo'lgan. Ular payg'ambarimiz huzurlariga kelib: "Ya Rasululloh, shayton bizlarga yomon vasvasalar olib kelyapti. Alloh haqida juda og'ir o'y fikrlarni qalbimizga keltiryapti. Bu fikrlarni aytgandan ko'ra tog'dan yiqilib, o'lib ketganimiz yengilroq yoki o'tda yonib kul bo'lganimiz yaxshiroq" deb aytishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning bu gaplarini eshitib: "Allohu akbar, Allohga hamd bo'lsin. Alloh shayton vasvasasini sizlardan ketkazibdi" dedilar. Bu hadis sahih, Abu Dovud va Imom Ahmad rivoyat qilganlar. Hadisning ma'nosi: shayton sizlarni adashtirmoqchi bo'lib, turli vasvasalar qilibdi. Sizlar buni yomon ko'rib daf qilibsizlar. Allohga hamd bo'lsin. Shayton vasvasasidan boshqa biror narsaga erishmabdi. Shaytonning qo'lidan kelgan ish faqat vasvasa bo'libdi. Va siz buni yomon ko'rib, qalbingizdan chiqaribsiz. Bu hadisning ma'nosi juda buyuk. Boshqa rivoyatda sahobalar: "Bizga shunday o'y fikrlar kelyapti. Uni gapirish juda og'ir" deb aytishdi. Shunda payg'ambarimiz: "Sizlarda bu holat bo'lyaptimi?" deb so'raydilar. Sahobalar ha deyishadi. Rasululloh ularni xotirjam qilib, "Bu aniq iymon belgisi" deb aytdilar. Ya'ni inson qalbiga turli vasvasalar kelsa, inson buni yomon ko'rib, daf qilsa va uni odamlarga aytishni og'ir sanab hech kimga oshkor qilmasa, bu holat insonning haqiqiy mu'min ekaniga dalildir. Chunki shayton vasvasa qilib, turli fikrlar olib kelsa ham, mu'min kishi bu fikrlarni yomon ko'rib, daf qiladi. Uni oshkor qilmaydi, balki o'zining sahih aqidasida bardavom bo'lib davom etadi. Mana shu hadisning ma'nosini to'g'ri tushunib olsak, shaytonning vasvasalaridan qutulish juda oson bo'ladi. Yuqoridagi hadislarda aytilgan 3-narsa mana shu: Alloh va rasuliga bo'lgan iymonni mustahkam qilib, shayton vasvasasini daf qilish. Inson Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirdim deb aytadi. Allohning ism-sifatlari bilan tanisang, shayton vasvasa qilgan botil fikrlardan xalos bo'lasan. Shariatning qaysi bir mavzusida, oyat hadislarda bo'ladimi yoki shariatning biror hukmida bo'ladimi, shayton qaysi bir mavzuda shak shubhalar olib kelib, vasvasa qilsa, yuqoridagi hadislarda aytilgan amallarni qilib, shayton vasvasasidan xalos bo'linadi. Ya'ni inson shayton olib keladigan yomon fikrlardan to'xtaydi va buni qarshisida ilm, iymon bilan mashg'ul bo'ladi va shayton yomonligidan Allohdan panoh so'raydi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirdim deb sahih aqidasida bardavom bo'ladi. Inson botil fikrlardan tiyilishi bilan yomonlikni to'xtatadi. Allohdan panoh so'rab, barcha yomonliklarning asosi bo'lgan shaytondan himoyalanadi. Allohga iymon keltirdim deb o'zining sahih aqidasini e'lon qiladi. Haqiqiy chinakam e'tiqodini oshkor etadi.